Bozor bu o'yin emas. Har kuni millionlab odamlar tradingni o'yin deb kiradi, lekin professional treyderlar ularni o'yinchi sifatida ko'radi. Ko'pchilik tradingni o'yin deb o'ylaydi. Grafiklar, rangli chiziqlar, tez foyda. Bugun kiraman, ertaga chiqaman, $100 topsam bo'ldi. Lekin bu yondashuv bozorni emas, o'zini yutqazishga olib keladi. Bozor bu o'yin emas. Bu sabr, intizom va psixologik muvozanat sinovi. Bu yerda eng aqlli emas, balki eng bardoshli odamlar g'olib chiqadi. Nega odamlar bozorga o'yin sifatida kiradi? Sababi oddiy. Odamlar tez pul topishni xohlaydi. Telefon, internet, reklama, Forex'da bir kunda $100 top. Bu gaplar odamni tezda ichkariga tortadi. Lekin birinchi 2-3 haftadan so'ng real holat boshlanadi. Yo'qotishlar, stress, tushkunlik. O'sha paytda odam anglaydi, bu joy o'yin emas, bu joy tizim. Professional treyderlar esa buni biladi. Ular bozorga kirganda ko'raychi nima bo'lar ekan demaydi. Ular bozorga reja bilan kiradi, risk bilan o'ylaydi, chiqish nuqtasini oldindan belgilaydi. Bozor o'yinchilarga nisbatan shafqatsiz. Bozor eng katta o'yin maydoni, lekin bu yerda o'yin qoidalari yo'q. Bu yerda hech kim sizni himoya qilmaydi. Sizning qarshi tomoningizda banklar, algoritmlar, fondlar va tajribali treyderlar bor. Agar siz o'yinchidek fikrlasangiz, ular uchun siz shunchaki likvidlik manbaisiz. Ya'ni ular foyda qilishyapti, siz esa ularga yo'qotish beryapsiz. Shuning uchun tradingda hissiyot bilan qaror qabul qilish bozorga "Mana mening pullarim, o'zing bilganingni qil" degan bilan barobar. Professional treyder o'yin o'ynamaydi, u jarayonni boshqaradi. U uchun har bir trade strategiya, risk va tahlil natijasi. U bugun foyda qildimmi deb emas, bugun qoidaga amal qildimmi deb o'ylaydi. Professional treyder uchun yo'qotish bu dars, yangi boshlovchi uchun yo'qotish bu falokat. Farq shu yerda. Agar siz bozorga o'yin deb kirgan bo'lsangiz, vaqt keldi. Fikrni o'zgartiring, tahlilni o'rganing, riskni boshqaring, strategiyani sinovdan o'tkazing va eng muhimi sabrli bo'ling. Bozor bu o'yin emas, bu sabr va aql sinovi. Agar bu sinovdan o'tsang, pul o'zi keladi. Ammo o'yinchi bo'lib kirganlar tarixda iz qoldirmaydi. Shuning uchun eslab qol, bozor seni sinaydi. Kimdir yutadi, kimdir chiqib ketadi. Lekin faqat o'zgarganlar g'alaba qiladi. Agar tradingni jiddiy o'rganmoqchi bo'lsang, boshlang'ich rejalashtirish, psixologiya va strategiyani o'rgan. O'yinchi bo'lma, tahlilchi bo'l.